Sirdaryolik Mullajonov Navoiyga prokuror bo'ldi. Bosh prokurorning tegishli buyrug'iga asosan Adliya katta maslahatchisi Mullajonov Abduqahhor Fayzullayevich Navoiy viloyati prokurori lavozimiga tayinlandi. U mazkur tayinlovga qadar 2023-yilning sentyabr oyidan Toshkent viloyati prokurorining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Undan avvalroq 2021-yilning aprel oyidan Sirdaryo viloyati prokurorining o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Abduqahhor Mullajonov 1976-yilda Sirdaryo viloyatida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy, huquqshunos. 2002-yilda Toshkent davlat yuridik institutini tamomlagan. Abduqahhor Mullajonov prokuratura organlaridagi ish faoliyatini 2002-yilda Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasida boshlagan. U O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankini 1991-yildan 2017-yilgacha boshqargan Fayzulla Mullajonovning o'g'li hisoblanadi. Sirdaryoga oid muhim yangilik va hodisalarni Sirdaryo sadosida kuzatib boring.